Hozir ekranlar oldina yoshlik tong'inda kelgan motor 35 yoshlik yubileyli tug'an kunini qarshi olishi, Novospask bistasida umr kechirishi go'zal xotin-qiz Gulnora Kabir qizi Aliyevani chaqirib olamiz. Motor yubileyi o'ng'ayindan anga bor yaqinlari birga jiyilib, atisi Kabir Zakarevich, anisi Gulsina Shafiulovna, apasi Elmira plемянницасы Olesya, enisi Salavat, turmush ittashi Rail Ravilevich, o'g'illari Emil, Radmir, qaynonasi Rumiya Ismailovna, qaynotasi Ravil Shamilevich, kelindashi Dina, qaynonasi Damir ham barcha tug'anlari jilli tilaklarin yetkiralar. Qadrli yaratgan jemishimiz, quyosh nurimiz, qizimiz, singilimiz, opamiz, Gulnoramiz. Biz seni motor yubileying bilan tabrik etamiz. Sen bizning uchun quyosh, sendan nurlar olib yashaymiz. Uzoq yasha, menga qartayma, eng qadrli yaqin kishimiz. Uzun bo'lsin sening g'umring, tinch bo'lsin har shaq ko'ngling. Baxt shishmalaring mo'l oqsin, zo'r shodliklar bilan tong atsin. Gulnoramiz bizning yurak darvimiz. Qartlar bilmisha aytmaganlar endi, qizli aniyati baxtlilar deb. Qizimiz bizning ikkinchi bola bo'lib dunyoga keldi. Abi babasining, barcha tug'anlarining, biz atiyanisining, opasi ham inisining da ulug' g'ururligi bo'ldi u. Kichkinadan o'q tirishlig'in, so'zli bo'luvin, qo'ygan maqsadlarına erisha oluvin ko'rsatib, maktabni o'ngishli kelish tamomladi. Qo'lina hunariy bilim olib, o'zining bo'lajak turmush ittashi, qadrli kuyavimiz Railni uchratib, motor g'aylalarini qirdilar. Shilagina ko'ra qopqashi deganday ikisi de olar bir-birisini to'llandirib, birsi oy, ikkinchisi quyosh siman kunlarin yoqtirtib muhabbat ham hurmatda ikki bolalari Emil ham Radmirni o'stiralar. Gulnoramiz uzoq yillar bir o'rinda Komstroyservis uyushmasida yuqori darajali yurist bo'larak ishlab keladi. Onu ish o'rinida yetakchilari da, xizmatdoshlari da yaratib hurmat etalar. Ne qadargina ishi og'ir bo'lsa da, u eng birinchi shiratda oila baxtini saqlov burishini ko'ra. Shunga da bolalarim turli to'garaklarga yerita. Sport bilan shug'ullanirga yaratgan bolalari o'z jingulari bilan anga rahmatlarini bildiralar. Uyda da Gulnora ungan qo'lli hujabika, ayrisha puxtalik, motorlik yaratuvi, bor yerda da tugallik seyivi tong qoldira. Qo'y vaqtda nishikkina ilgira turgandir. Bizning ishinde ul o'z vaqtini toba. Har kun sholtiratib hallar bilishib, kerak chaqda birinchi bo'lib yordamga oshiga. Barchamizda o'zini bik yaratamiz. O'zi da bik shafqatli, keng ko'ngilli, marhamatli kishi. Turmush ittashi bilan birga tegiz etib g'umr kechirsinlar. Bolalarining izgiliklarini ko'rsinlar. Qaynona qaynotasi bilan da bik do'stiralar. Gulnoramizni o'z qizlari qilib tutalarar. Allohning rahmati yog'sin o'zlarine. Salomat bo'l bolamiz, qayg'u hasrat ko'rma. Sen yilmaysang, tinish bizning ko'nglimiz. Kulash yuzing menga surilmasin. Baxtli bo'l bizning suyuklimiz. Bolalaringiz baxtli bo'lib, sizga zo'r tirak bo'lib o'ssin. Bizga ko'rsatgan igiligingni ular o'zingga da ko'rsatsin. Quvonishlargina yo'ldosh bo'lsin senga, farishtalar saqlab yeritsin. Sen shodlig'imiz, ko'ngil yuvanishimiz, sen bizning jonimiz kibiksin. Qadrli Gulnoramiz, bugun sening tug'an kuning, yo'g'imli kelinimiz. Biz senga sog'lik, salomatlik, oq baxtlar tilaymiz. Turmush yo'ling go'zal jirlarga teng bo'lsin. Sening ko'ngling yoqtiliq, yaxshilik bilan to'lgan. Sen ulini uli, kishini kishi etib ko'ra bilasan. Har vaqt shunday bo'lib qol. Balamiz baxtli bo'lu sababli biz da baxtli. Shunga ko'ra seni ayrisha yaratamiz. Yoqti, motor kelashak, izgi ishlargina yo'ldosh bo'lsin. Imoning, tavfiqing bilan g'umr etarga yozsin bir Alloh. Yosh g'umrlar qabatlanmay, bayramlar qabatlansin. 35 yosh qanotli shaq, jonlarda qanot qolsin. Jonlarda qanot qolsin da dovullar yorib barsin. G'umrlarning har bir kuni baxtga olib barsin. Yo'llaringga o'ngish yo'ldosh bo'lsin, baxt qishi bo'lsin ingingda. Ko'nglingni seyu nozlab tursin, ham sunmasin umid ko'ngingda. Tug'an kuning bilan Gulnoramiz, kulash bo'lsin yuzlaring, bog'chadagi gullar kibik yamilib o'tsin kunlaring. Gulnora, yaqinlaringizning tilaklarini qo'shilib, biz sizga yoqti kelajak, shodlik, baxt, muhabbat to'la kunlar tilaymiz. Ham xot avtorlarining siraluvini hisobga olib, motor jir tinglarga chaqiramiz.
Туган көнедә телибез без теләкләрнең изгесен. Кайгы хәсрәт каралмасын күңелеңнең көзгесен. Туган көндә елда шулай бергә күрешик әле. Синең иң бәхетле бу көнеңне җырлап бик үткәрик әле. Туган көндә елда шулай бергә күрешик әле. Синең иң бәхетле бу көнеңне җырлап бик үткәрик әле. Туган көне гомер бәйрәмең гөл чәчәккә күмелсен. Озын гомер бирсен Ходай, саулыгын жәлләмәсен. Туган көндә елда шулай бергә күрешик әле. Синең иң бәхетле бу көнеңне җырлап бик үткәрик әле. Туган көндә елда шулай бергә күрешик әле. Синең иң бәхетле бу көнеңне җырлап бик үткәрик әле. Кунак итик туганнарны, дусларны, күршеләрне.